Do'stlar, hozir men bitta lokatsiyaga keldim. Rost ustalarimiz qilgan ishini ko'rib men shunchaki mazza qildim do'stlar. Sizlar ham bir ko'ringizlar. Bu dizaynni rosti ko'rgan odam bir havas qilmasdan boshqa iloji yo'q. Do'stlar, men tandir o'choqlarda eng og'riqli nuqta nima bilasizlarmi? Mana shunaqa o'choqlarga olov yoqqanda shuni ochasiz, hamma tomon tutun bo'lib ketadi. Bunda hech qanaqa tutun chiqmaydi ekan. Ishi rosti ko'rib havas qildim, ashi zo'r. Eng mazza qilgan joyim do'stlar, mana stek, barbekyu, shashlik uchun alohida mangallar bilan qo'yibdi. Bu hech qanday tutun-putunlar bilan sizni qiynamaydi. Bemalol shashliklarni qilib, kunlarni ham bu joylardan taglaridan olib tashab, bemalol shashliklar bosib yursalaringiz bo'ladi do'stlar. Siz ham xonadoningizga yoki dala hovli dachalaringizga mana shunday premium ko'rinishdagi yozgi kuxniyalar qildirmoqchi bo'lsangiz, bemalol ustalarimizga murojaat qilaverasizlar. Faxrin aka, faqat bizning bitta shartimiz bor. Bizning kanaldan, bizning profildan chiqqan bizning obunachilarimizga o'zingiz bir chiroyli qilib bonuslar qilib berasiz nasib. Bo'ldi, sizning kanalingizga kelsa, bonusizni o'rnini qilib beramiz. Bo'ldi aka, kelishdik. Yana to'liqroq ma'lumot olish uchun pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol chiqib ustalarimizga, ya'ni Faxrin akamizga murojaat qilaverasizlar. Charchamanglar, sog' bo'linglar.